Assalomu alaykum akalarim. Mana Andijon bozorida sotormonlar ko'p, mashinalar ko'p, masalan, oyoqlarda mashinalar ko'p, lekin olarman yo'q. Mashinamizda mana bu yoqlari hamma mashinalar turibdi, lekin oladigan odamlar yo'q. Shuning uchun obuna bo'lib like bosing. Akalarim, mana sizlar uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Kraskalar oldida bor mashinamiz. Mashinamiz ichidan ochar ekan. Mashinamiz salon holatlari, mos korobka holatlari zo'r deyapti. Akamiz chexor polilarni taqib qo'yibdi. Yurgani 677 ming. Mashina gazlab yurar ekan. Orqalari ko'rishlar mumkin. Go'zal holatda turibdi. Holatlari orqadan kraska bor shekilli. Yana bilmadim, o'zingizlar tekshirtirib bemalol olasizlar akalar. Necha pul deyapsiz aka endi buni? 3200 dan tushib beramiz. 3200 dan tushib beramiz. Gazi qanaqa, metanmi, propan? Metan, ha? Nomerlaringizni aytib qo'yasiz. 93lik 93lik 417 417 25 51. Yurishlar mumkin. Ozgina chirigan joylar bor ekan.